Endi sizlarga men bitta foydali maslahat bermoqchiman, to есть yordam. Bilasizlar, men ko'p auditoriyamga, ayniqsa shu Telegram kanalda ko'p tashiyman, onlayn ishlar topib beraman. Uyda o'tirib, nima qilishni bilmasdan pul topib, ishlagisi kelayotgan ayollar uchun men halol, yaxshi ishlarni taklif qilaman. Va sizlarga yana bitta yangi kompaniyani taklif qilmoqchiman. 100% halol. Turkiya bilan savmesni ochilgan, hali siqasi chiqib ketmaganda, tushunasizlarmi? Original bo'lib turibdi. O'sha kompaniyada ishlashlarni men sizlarga tavsiya qilaman. Endi o'ta nima qilasizlar? Hozir men videodan keyin men ssilka tashiyman, shu kanalga kirasizlar, yozasizlar. Sizlarga ular ish o'rgatadi, polni o't ido ish o'rganib ish boshlaysizlar. Kerak bo'lsa, oyiga 3-4 million, mana videoni ko'rsanglar, 3-4 million topganlar ham bo'lyapti-da. Hali yangi payti bosib o'rgan olinglar. O'rganinglar. Xullas o'rganib olsanglar, qo'shimcha daromad desizlarga, mana uy bekalari bor, ko'pda o'tiradi, pul kerak. Главныйsi endi sizlarga men bitta foydali maslahat bermoqchiman, to есть yordam. Bilasizlar, men ko'p auditoriyamga, ayniqsa shu Telegram kanalda ko'p tashiyman, onlayn ishlar topib beraman. Uyda o'tirib, nima qilishni bilmasdan pul topib, ishlagisi kelayotgan ayollar uchun men halol, yaxshi ishlarni taklif qilaman. Va sizlarga yana bitta yangi kompaniyani taklif qilmoqchiman. 100% halol. Turkiya bilan savmesni ochilgan, hali siqasi chiqib ketmaganda, tushunasizlarmi? Original bo'lib turibdi. O'sha kompaniyada ishlashlarni men sizlarga tavsiya qilaman. Endi o'ta nima qilasizlar? Hozir men videodan keyin men ssilka tashiyman, shu kanalga kirasizlar, yozasizlar. Sizlarga ular ish o'rgatadi, polni o't ido ish o'rganib ish boshlaysizlar. Kerak bo'lsa, oyiga 3-4 million, mana videoni ko'rsanglar, 3-4 million topganlar ham bo'lyapti-da. Hali yangi payti bosib o'rgan olinglar. O'rganinglar. Xullas o'rganib olsanglar, qo'shimcha daromad desizlarga, mana uy bekalari bor, ko'pda o'tiradi, pul kerak. Главныйsi